Mijoz o'yladi, ana usta dedi, yo magazinchi bilan bir sherikchilik bor yoki mashinnik dedi, yo ustiga pul qo'yib yoki menga kerak emas narsa oldirib, pulni qimmat chiqarib yubordi. Bo'lmas ekan u deydi. Boshqa usta keldida, yo men oddiyroq qilib beraman, o'sha arzonchiroq qilib beraman senga dedi. Bu mahsulot bilan hisobladi. Ikkita bino bor, ha? Bir xil bino deylik. 4 ta sanuzeli bor, 2 qavatli bino. Lekin uy egasi, ya'ni mijoz 4 ta 5 ta ustani chaqirib tender qilyapti. Endi faraz qiling, siz bordingizda mahsulotga $4000 deb berdingiz. Ish haqini $2000 dedingiz, ha? Jami 6000 ga aylanyaptimi? Boshqa usta keldida, mahsulotga $2000 yo $3000 chiqarib berdi. Mahsulotga uniki. Lekin bino bir xil, o'sha, chertoj ham o'zgarmagan. Magazin ham o'sha. Lekin narxida arzon chiqarib beryapti. Siz mahsulotga 4000 dedingiz, u 3000 lik chiqarib berdi. Endi u ish haqini 2500 dedi. Sizda 2000. Umumiyda baribir qaysi arzon aylanyapti? Uniki arzon aylanyapti. Lekin endi shu joyda tushunmovchilik ham bor. Mijoz o'yladi, ana usta dedi, yo magazinchi bilan bir sherikchilik bor yoki mashinnik dedi, yo ustiga pul qo'yib yoki menga kerak emas narsa oldirib, pulni qimmat chiqarib yubordi. Bo'lmas ekan u deydi. Vaholanki o'rtada nima bo'lganini bilmaydi mijoz. Endi siz bordingizda kassoy tranik yozdingiz, ha? Platot yozdingiz. Ikkita atot o'rniga bitta atot o'rniga ikkita platot yozdingiz. Umumiyda farq qiladimi? Har sanuzelda ulangan joyida umumiyda. Siz nimani ko'zlab yozdingiz? Ertaga suv tiqilmasdan zo'r ketishini hisobini oldingiz. Qayrilishlarni, masalan, birdan qayrilmasdan plavniy qayrilishdan hisobini olyapsiz. Ya'ni kitobiy bo'yicha hisobladingiz. Boshqa usta keldida, "Yo, men oddiyroq qilib beraman, o'sha arzonchiroq qilib beraman senga" dedi. Bu mahsulot bilan hisobladi. Natijada nima bo'ladi? Mijoz uni tushunmayapti-da, noto'g'ri siz haqingizda gumonga ham borib qoladi. Endi bu narsada bilasiz, qayrilishda ertaga tiqilishga muammo olib kelishi mumkin va mabodo tiqilgan taqdirda ham tur surib tozalaganda ham bu narsa qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimiz, siz iloji boricha narx berganda mahsulotni ham, ish haqida ham ayting. Buni arzonroq uslubi ham, varianti ham bor. Mabodo abraziy sifatida tushuntiring. Buni o'rniga oddiy tranik ishlasam menga oson. Ikkita stik ulab o'tirmayman, bittada ketaveraman. Lekin ertaga senga ishlash yillar davomida senga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Men ishlagan uslubda suv ketishi ham muammo bo'lmaydi, mabodo turib surish ham. O'zimizdan soqit qilib shu narsani tushuntirib ketaylik. Endi biz qaytanga o'zimizdan soqit qilib tushuntirsak, kerak bo'lsa, bizni ish haqimiz endi balandroq bo'lsa, kerak bo'lsa bizni tanlaydi. Sababi siz unga kitobiy bo'yicha tushuntirib ketyapsiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim shu narsalarni tushuntiring. Haligacha tafovut bor ekan shu narsada. O'zimizda ham uchrabdi. Ayrim obyektga borasangiz, hisoblab bersangiz, "Saniki nimaga qimmat?" deydi. Keyin tushuntirib bersangiz bor, ya'ni isboti bilan. Keyin o'ylaydi, "Ha, bo'ldi, bu to'g'ri uslub" deydi. Oddiy mana chorrahali yo'l bilan karmashkali yo'llar, yoki kapalak ko'priklar. Umuman bir-biriga xalaqsiz aylanib ketadimi? Xuddi shunga o'xshab kassoy tren bilan platotni ham farqi katta. Endi hali aytganimizdek, ko'pchilik mijozlar mahsulot aytganingni olib beradi, lekin ish haqiga kelganda tortishaveradi. Bu joyda ham agar biz o'zimizdan soqit qilib tushuntiradigan bo'lsak, qimmatroq bo'lsa ham kerak bo'lsa sizni tanlaydi. Va undan tashqari ko'p binolarda, hamma viloyatda, tumanlarda ko'ryapmiz, rivojlanish yaxshi, zo'r ketyapti, alhamdulillah. Eng chekka tuman viloyat bo'ladimi yoki markaz bo'ladimi? Ayniqsa Toshkent shahrida ham juda ko'p, ya'ni baland qavat binolar juda ko'p qurilyapti. Lekin mutaxassis yetishmayapti bizda. O'sha quruvchilar nima qilyapti? Santexnikadan ozgina xabari bor odamni ham, paykani bilasan, men bilaman, kanalizatsiyani bilasan, men bilaman. Bu ishga chorlayapti. Lekin u usta endi ish boshlagan bo'lishi mumkin yoki o'sha hududida uzog'i 2 qavatli binoni montajini qilgan bo'lishi mumkin, ha? Uzog'i 3 qavatli bino santexnikasini qilgan, kanalizatsiya isitish tizimi. Endi boryapti-da 15 qavat, 20 qavatli binoga ham o'sha uslubni qo'llayapti. Aslida buni o'zini yo'l yo'riqlari, o'zini qoidasi bor. To'g'ri, payka qildi degan u ham bu ham payka, lekin joyiga qarab turib yechim berish kerak. Toshkentda 2 yil, 3 yil oldin shunaqa holat bo'ldi. Menga murojaat qilyapti. Aka dedi, rossiyskiy turba o'zi olib keladigan odam, dilleri chiqyapti-da. Men 2 marta alishtirib berdim. Yana shunday narsa davom etyapti. Nima bo'lishi mumkin deyapti. Katta muhokama ketganda binoda. Haligi joyni ko'rsangiz, podvalda, trassada 150 talik oranjiy turba tortilgan, ulangan joylar 2 marta yorilgan. 1 marta alishtirib bergan, oradan vaqt o'tib yana yorilgan. Ya'ni oddiy tranik qo'yib ketgan bo'lgan. Vaholanki aslida u joyga tranik emas, kassoy tranik qo'yish kerak edi. 12-13 qavatli bino ekan, tepadan kelayotgan zarba u 1 yil 2 yilda bilinmaydi. Sababi yangi kvartiralar ishga tushganda hali hamma xonadon ko'chib kelmaydi, boshqa kelmaydi. Keyin hamma xonadon to'lgandan keyin ertalab kechqurun bilasiz, potok ko'payib ketadi. Natijada nima bo'ladi? Suv ob'yom ko'payadi, kelayotgan tezlik oshib ketadi va zarba berib mana buni yoravergan. Oldin ishlatilgan turbalarni bilsangiz, chugun turbalar, даже chugun turbada bilsangiz kassoy tranik platot ishlatilgan. Chugunda nimaga biz masalan plastmassada shu joyga qo'yib ketamiz ko'p yerda?
Endi shu joyga aslida kassoy traynik bilan po'latvo't bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Iloji bo'lsa buni ham sal cho'zib turadi va har bir 3 etaj 4 qavatda kompensator, ya'ni eksentr qilib buni aylantirib ketish kerak. Chet davlatlarda bor bu narsa. Sharti o'sha loyihada ham keltirilgan bo'ladi. Ya'ni deylik 15-16 qavatli bino. To'g'ri o'qdek atvetligini tushirish mumkin emas. Har 3 qavatda kelyaptimi, eksentr qilib, aylantirib, yana liniyaga to'g'rilab olib chiqib ketish kerak. Kelayotgan tezlik, zarba sekin-sekin kamayib va asosiysi o'sha liniyaga tushib, kassoy traynik bilan po'latvo't bilan liniyaga tushib yo'nalishda davom etish kerak bo'ladi. Shu narsalarga e'tibor bermasdan ishlab chiqaruvchilarga, mahsulot olib keluvchilarga muammo tug'diryapti.